Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka ukalar, parvoz aka ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Bugun ikkita jo'ja, xudo xolasa, o'zlarimizdan yangilikka chiqib ketadi. Mana jo'jalar sog'lom ajoyib. Mana shu ikkita zilyonka kattasi. Voy katta partiya, qolgani kichikroq partiyadan-da. Endi ko'p odam o'ylashi mumkin rivojlanmay qolgan deb. Yo'q. Bu ikkitasi chiqib ketadiganlar kattaroq partiya. Mana ikkita zilyonka mana shu oldida turgan mana. Endi Qashqadaryoga yuborgan jo'jamiz ham eson omon bordi. Rahmatini aytib videosini tashlab berdilar. Videoda ko'ringandan ham zo'r ekan Farhod aka degan gaplarni aytib, Xudo xolasa eson omon borsin, chempion bo'lsin, jarayonlarni birgalikda kuzataverasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Farhod aka, rahmat yana keldi bu jo'jalar. Ajoyib tufalar. Zakon.